Oda sizmi dedi, qo'rqib yubordiz. Shu telefonni otmas ekansan-da, shu telefonni. Mana qarang, mana ayolni qarang. Yerida $500 olibdi-da. Tilla zirga olaman deb. Keyin olgandan keyin eriga telefon qildi. Adasi rahmat, tilla zirga oldim debdi. Yaxshi. Eri qiziqib, qani rasmini tashlachi debdi. Rasm tashlagan ekan, erini jahli chiqib ketib, bo'ldi sen bilan yashamayman. Rasmni ko'rib yetgan. Rasmni ko'rib yetganda, diqqat savol. Shunda er nimani ko'rgan deb yozib qo'ydi. Men hech narsa ko'rmayapman men. Bir chiqqanda, o'sha emas. Men chetda kichkina divan tagida ko'z qarab turardi-yu. Yo'q, u eski bu yengisi bu. Yengi qarang. Qani bu yerda tushunib topa olmayapsan. Tushunib topa olmayman. Siz bilasizmi qarangchi? Zirga olaman degan-da bu. Zirga olaman degan. Atrofida bunday qarasang, hech narsa yo'q-da, bunday ko'zga tashlangan. To'g'ri. Yosh bo'lsang ham shunda ko'zing o'tmadimi? Zirgadan ketganmi yo'q? Aqling yetmadimi shunga? Men hech narsa sezmayapman, ko'rmayapman-da. Bu otni qashqasi ko'rinib turibdi-yu. Nima ekan bu? Mana Mahmudda zirga degan-ku, zirga bitta olib qo'yibdi bu. Bitta olib qo'yibdi. Mana ikkinchi tomonda zirga ko'rinmayapti. O'shanga erini jahli chiqqan. $500 ga bitta zirga olib deb, sen bilan ajrashaman deb olganda. Shunda ko'rindi. Atrofida bo'lmasa hech narsa yo'q, bir xiyonat qilyapti bu ayol. Zirgadan bo'lgan bu hamma janjal. Sen ko'zni qidirib o'tirgan bo'lsang kerak-da. Ko'zimga ko'rinmagan, pulimni sarflading degan ma'noda aytgan bo'lsa kerak. Mana shuni ko'rinib turibdi-ku, qarang. Bu yoqda ko'rdingmi? Bu yoqda yo'q ekan. Unisiga kumushga ham o'xshaydi, zirga tillaga o'xshamaydi. Balkim shundan ekan. Zirgadan bo'lgan, hammasi zirgadan bo'lgan. Voy. Sal kallani ishlatlar. Endi qarasang, o'zi otni qashqasi ko'rinib turibdi-yu. Zirgaga.